Sputnik'te g'alı sexni bilasizlar. Undan eski g'alı sexni o'rnida joylashtirildi. Shu ko'pirdan ishlatib gelsangizdan o'sha yerda baliqxona va baliqxona yonidan girib kelsangiz o'sha yerda 2 dona hovli joy bor. İkisidan bir etaj, shuni birsi sotiladi. Shu pastimda garaj va и пожарный ход ham bor. Umumiy yer maydoni 200 metr kvadrat. Polni remontdan chiqib turibdi, to'g'ri girib yashaysiz. O'ttirganingizdek. Girishimiz bilan chap qo'limizda umumaniki garderob joylashgan. O'ng qo'limizda zal. Zalimizning eni 320 ekan. 320 ga 6 metrda bor. Patologlarimiz gipsokardon, lyustralar qo'yilgan, televizor, yumshoq mebellar. Ha, ba'zi mebellar ketadi ekan, ba'zi mebellar qoladi. Shunday ekan, umumanlik bu tarafda buralar chiroylatib Wi-Fi ham bor ekan. Bu tarafda yumshoq mebellar. Dalonimizning razmeri 10 3,5 metr. 10 3,5. 2 dona 5 metrlik g'oli turibdi. E'tibor etgan bo'lsangiz. Yan tarafimizda spalni aynasi, pajani fotokaragan, shu spalni garniturlari qoladi dedi lekin. Bedaklari qoladi. Turasi, endi lyustrasi. Eshiklar ham yomon emas, normal eshiklardan qo'yganlar. Bu zonasi bu yerda. Endi bu yerdan kuxniyaga o'tadigan bo'lsak, kuxnimiz ham ajoyib. Kuxni mebellar tuzilgan. Turasi ish holatiga ketadi ekan, ish ustlariga ketadi ekan, qolgan narsalar qoladi. Kuxnidan spalniyaga kiramiz. Bu tarafda spalniyasi. Turasi, spalni garnitur ham qolsa kerak. Arg'is qoladi dedi. Yo'q, bu ketadi dedi. Bu garniturga ketadi. Endi bu yana davom etadigan bo'lsak, bu yana katyoli. Bu yerda sanuzel ham kattagina sanuzel. Endi bog' taraf ham bor. Bunda pajani xotdan girish yerimiz. Pajani xotdan kirib kelasiz. Zeloniy zonasi, aynan tarafda letniy hojatxonasi bor ekan. Bu yerda yengillarda, bayramlarda shashi-pashi qilib beraverasiz. Endi hovli joyimiz 200 kvadrat, 1 etaj. Sputnikda, g'ola sex yonida. Mumtoz to'yxona bor-ku, shuni yo'lning bu tarafida. Pulga keladigan bo'lsak, puli 669 million so'm pul. Ozmi ko'pmi kelishidan yeri bor. Ekranizdagi telefon nomerlariga telefon qiling, bizga aloqa chiqing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, yodingizdan chiqmasin.